Salom do'stlar, bu siz bilan Ali O'zbek. Bugungi joyimizda biz Koreyani plus va minus tomoni haqida gaplashamiz. Kelinglar, birinchi o'rinda plus tomonidan boshlaymiz. Hop, birinchi men uchun plus tomoni Koreyani xavfsizligi, ya'ni Koreyada har bitta ko'chaning boshiga kamera o'rnatilgan va har bitta binolarda, podyezdda ham xullas kamera bor. Ya'ni xavfsiz. Va kamera ko'chadagilar 360 gradusga buriladi va shuning hisobiga ham har bitta yerda kuzatish mumkin. Va yana bitta plus tomonlardan biri militsiyalar kechqurun aylanib yuradi mashinada va bu yerda jinoyatchilik, ya'ni yo'l to'sarlik bunaqa narsalar yo'q. Xo'p, keyingi plus taraflardan biri albatta bu pul. Ya'ni Koreyada siz bir kun ishlasangiz, o'zingizga bemalol oyoqdan deb boshqacha kiyim qilsangiz bo'ladi. Brend bo'lmasa ham, lekin arzonroq bo'lsa ham kiyim qilsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda nima desam ekan, brend narsalar olaman desangiz sal qimmatroq, lekin oddiy bozorda narsa olaman desangiz bu little bit cheap. So you know guys. Okay, keyingisi men uchun yana bitta plus tomonlardan biri Koreyada har faslga moslashgan festivallar bor va Koreya davlat tomonidan u yerga mablag' ajratiladi va insonlar uchun qanaqadir ko'ngilochar yerlar qisqa muddatga quriladi. Shuni hisobiga ham turistlar ko'p keladi Koreyaga, chunki qanaqadir eventlar bo'lsa odam o'ziga chaqiradi. Va odamlar bilasizlar, Koreyada rasmiy tushishga o'ta qiziqishadi, chunki bilsanglar, mana ko'p o'zbeklar Koreyaga kelgandan keyin rasmga tushishi rosa ishtiyoq baland bo'lib ketadi o'zidan o'zi. Chunki Koreyada eventlar o'ta ko'p. Ya'ni u yoqqa borgisi keladi, bu yoqqa borgisi keladi. Oddiygina kafe shoplarida ham ancha haligi nima desam, atmosferasi shunga moslashgan bo'ladi-da, rasmbob bo'ladi. Bular shu. Hop, keyingisi yana bitta plus tomonlardan biri insonlar qanaqadir navbat kutishni biladi. Men uchun eng asosiy plus tomonlardan biri shu navbat kutish. Kechqurungi, ya'ni 6-7larda 6 and 7 pm odam ishdan qaytayotgan bo'ladi. 8 gacha cho'ziladi, 8 pm gacha cho'ziladi. Hop, 6-7-8 shu paytda metroda odam o'ta ko'payib ketadi va bilasizlar, tirbandli va bilmadim nimagadir karaslar o'zi bunday qator bo'lib turiladi. Ya'ni turib olishadi. Navbat kutishni biladi demoqchiman. Va yana bitta plus tomonlardan biri, hech kim ularni o'rgatmaydi. Hech kim chaqirsiz, unaqa bunaqasiz. Hatto rasprodaja bo'layotgan yerda ham qatorasiga turadi, navbat kelsa olib, ko'rib keyin chiqib ketadi. Men shularni ko'rib o'ta hurmatim oshadi bu koreys xalqqa. Va yana bitta plus tomonlardan biri hojatxonalar, ya'ni har bitta parkda, har bitta stationda, har bitta nima desam ekan, xullas har bitta binoda tekin hojatxona topishingiz bo'ladi. Men uchun global muammo. Chunki nima desam ekan, hojatxona eng kerakli narsalardan biri deb o'ylayman inson ko'chaga chiqqanda. Chunki bilib bo'lmaydi bir soatdan keyin nima bo'lishingiz. Shuning uchun balki qon zarb olishi mumkin, balkim u narsa ko'p ichib qo'ygan bo'lsangiz hojatxonaga kirishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa paytda shunaqa tekin bo'lsa zo'r bo'ladi. Chunki oldingizda mayda pul yo'q bo'lishi ham mumkin-ku. Yana bitta plus tomonlardan biri Koreyada parklar ko'p va ular tekin. Asosiy yashil zonalar bo'ladi. Ya'ni eng katta Seuldagi park men uchun Seoul Sup bo'lsa kerak. Seoul Sup u ham kirish tekin. Maza qilib rasmga tushadigan yer, chunki aprellarda lolalar ochiladi va shuni hisobiga ham zo'r odamlar ko'p bo'ladi xullas. Xo'p, hozircha mana shu yerda tugatib turamiz plus tomonlarini. Endi kelinglar do'stlar, Koreyani minus tomonlariga o'tamiz. Birinchi minus tomoni men uchun ob-havosi. Xo'p, ob-havosi qanday tushuntirsam ekan sizlarga? Mana bahor, misol uchun bahordan uje deyarli muammo yo'q, lekin na issiq, na sovuq. Uni bilib bo'lmaydi. Misol uchun kurtka kiygan bo'lsangiz, obedga borib isib ketib qolishingiz mumkin. Obeddan yechib borgandan keyin bir aylanib yursangiz, sovib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun sal bu o'ylantiradigan yeri shu yer. Va yozga o'tdingiz, nima desam ekan, yozi sal odam asabiga tegadi bu yerda. Chunki birinchi o'rinda yomg'ir mavsumi keladi. Yomg'ir mavsumi tugagandan keyin
sikadalar chiqadi, ya'ni qo'ng'izlar, mana ovozni eshitinglar-da. Xullas men bu haqida o'rganib chiqdim. Bu shu qo'ng'iz erkak ekan, ya'ni urg'ochini jalb qilish uchun shunaqa ovoz chiqarar ekan. Bu Koreyada bu har bitta santimetrida topiladigan narsa yozda. Odamni shunaqa asabiga tegadi, ayniqsa kechqurunlar uxlay olmaysiz. Shuning uchun yozi sal asabga tegadigan yer. Keyin yozda suv toshqinlari bo'lishi mumkin, ya'ni bo'ladi ham har doim. Chunki Koreya do'mpalilardan iborat. Unaqa siz o'ylagandek tekis yer emas bu yer, do'mpali, bunday haligi tepaga chiqib ketadigan yerlar, ayniqsa Seulda va Hankang daryo sal o'zanidan sal oshadi ba'zida. Xo'p, keyingisi kuz. Kuzda sal muammo yo'q, lekin kuz qisqa bu yerda. 1 oy yoki uzog'i bilan 2 oy. 2 oydan keyin ket sovib ana bo'lib ketadi. Qishi eng odamni nima desam ekan? Odam asabiga tegadigan yeri ham shu yerda. O'ta sovuq. Telefoningizni ochib qarasangiz, hali ob-havoni ko'rsangiz -5 turishi mumkin, lekin haqiqatda bu yerda tashqarida -10 yoki -15 bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sal qiyinroq. Yana bitta aytishim chiqib qolibdi. Koreya dengizi yaqin bo'lganligi uchun qanaqadir bilsam ekan, uni ham ta'siri bor. Ya'ni sal sovuqroq bo'ladi, ammo yozda o'ta dim bo'ladi. Ya'ni xuddi duxovkada ichiga kirib chiqqandek bo'lasiz. To'g'ri yursam terlab ketaveradi. Shuning uchun sal Koreyada yozda ham qishda ham yashash qiyin. Bu men uchun minus xolos, yana bilmadim. Yana bitta minus tomonlaridan biri Koreyani bu yerda konkurensiya o'ta kuchli, ya'ni model bo'lsangiz ham har bitta sohada hamma birinchi bo'lishga intiladi va oddiygina siz bu yerga bitta kiyimni 2-3 marta kiya olmaysiz. Shuni tushunishingizni xohlayman. Chunki Koreyada bunday ko'chaga chiqsangiz ham har bitta inson xuddi jurnalni ochgansiz, model o'zidan-o'zi chiqib kelganga o'xshaydi. Chunki Koreyada o'ziga tashqi tarafga qarash bu birinchi o'rinda. Bekorga aytishmaydi-yu, haligi Koreyada maktab bitirgandan keyin ota-onasi ularga plastik operatsiya sovg'a qiladi deydi-yu, ko'pchilik. Bu haqiqat. Va shunga moslab ham kiyinishadi hamda. Shunga moslab ham kiyinishadi. Shuning uchun qanaqadir bosimni his qilasiz bu yerda, metrolarda yursangiz yoki ko'chada yursangiz, ayniqsa Hongdae yoki Itaewonga borib qoladigan bo'lsangiz, qanaqadir bosimni his qilasiz. O'zingiz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham yangi kiyim olgingiz keladi. Bilmadim, lekin men shunaqa his qilaman. Va bizda misol uchun soqol qo'yish o'g'il uchun, qizlar uchun ro'mol o'rash moda bo'lsa, Koreyada tuksiz tana bu birinchi o'rinda turadigan narsa. Va odam tekis bo'lishi kerak. Agar bitamda do'stingiz yoki bitamda dugoningiz o'ziga oro berishni boshlasa, iltimos uni hate qilmang, chunki Koreyada bosim shunaqa. Koreya shunaqa ishlaydiki, siz xohlasangiz, xohlamasangiz ham shu konkurensiya qilishni boshlaysiz. O'ziga qarashni boshlaysiz. Bilmadim endi agar bizda agar har xil odamlar bor, xohlasa qilsin, xohlasa qilmasin. Ular shunaqa, lekin ko'pchilik o'ziga make-up qilishni boshlaydi. Xo'p, keyingi narsa, Koreyada uylar o'ta kichkina. Siz o'ylagandek dramalardagi katta-katta uylar yo'q. Bu prosta syomka maydonidan. Shuni esdan chiqarmang. Drama bilan hayot bu bir-biri bilan to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu yana bitta minus. Keyingisi, har bitta deyarli shirinlikda ham cho'chqa bo'lishi mumkin. Ya'ni cho'chqa go'shti qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki yog' qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi kelganlar, biz qiynalyapmiz desa, ishona olinglar, rostdan qiynalishyapti. Va bu yerda halol restoranlar bor, lekin kam yerlarda, ya'ni har bitta shaharda joylashmagan. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Oziq-ovqat bo'yicha agar sabzavot olaman desangiz, bozorlarda arzon, agar uyingiz yaqinda bo'lsa, ammo marketlar, katta-katta gipermarketlarda narsalar donalab sotiladi. Bu yerda eng arzon ko'rgan narsa mana ko'k piyoz, uzun-uzun ko'k piyoz. Koreyada qanaqadir ko'k piyozlar o'ta katta ekan nimagadir. Ko'k piyoz eng arzon narsa shu. Parkovka ba'zida
ertalabda va kechqurungi paytda parkovka qilish sal muammoroq, chunki ertalab odam ish ishlayotgan bo'ladi, kechki paytda odam ishdan kelayotgan bo'ladi. Ya'ni kim bilandir dinner qilaman desangiz, bu sal qiyin bo'lishi mumkin ba'zida, bu har doim emas. Ammo Seulda har doim tirbandlik ko'p. Eng asosiy narsa esimdan chiqib qolibdi. Koreyada rasizm sal bor. Ya'ni bu yomon ma'noda emas. Nima desam ekan? Koreyada misol uchun yangi ishga kelgan bo'lsangiz, agar sizdan keyin karis kelsa, siz agar chet ellik bo'ladigan bo'lsangiz, karis birinchi o'rinda karis tanlaydi. Ya'ni sizni tanlamaydi. Shuni tushunishingizni talab qilaman. To'g'ri, bu ularda haq-huquqi, lekin qanaqadir chet ellik bo'lsa, tegib ketib qoladi. Yosh kattalar nimagadir men nazarimda chet ellarda yomon ko'rishadi. Chunki men o'zim 1-2 marta duch kelganman, bunday qaragan, ya'ni menga qaragan, do'stlarimga qaragan va so'kinib o'tib ketgan karis. Yosh katta edi. Uni tushunsa bo'ladi, chunki oldinlari endi urush bo'lgan, nimadir bo'lgan, bilmadim endi o'z muammosi, lekin men 1-2 marta shunaqa narsaga duch kelganman Koreyada. 1-2 marta xolos, lekin 80-chi yillardan keyingi pokoleniya unaqa chet elliklar yaxshi qarashadi. Men teng pokoleniyalar, ya'ni zoomerlar ham chet elliklarga yaxshi qarashib anaqa qiladi. Hozir men ko'ryapmanki, ayrim blogerlar orqasiga bunday varaq yopishtirib, u yerda yozilgan Novegunya Kojo, ya'ni sen chet elliksan, dahbol degan yozuv yopishtirib, prosta eksperiment o'tkazishyapti karislar orasida va Xudoga shukrki, karislar kelib uni olib tashlayapti. Tushunsanglar bo'ladiki, prosta bu yoshi kattalarda sal muammo bor, lekin qolganlarida unaqa emas. Shu taraflama ham nimagadir karislar anchalik nisbatan o'zgaryapti. Chunki karislar aholisi bir kamayib ketyapti, shuning uchun mikslar ko'payyapti. Va yana bitta plus aytish esimdan chiqib qolibdi. Koreyada hozir international couplelar o'ta ko'payib ketgan, ya'ni rossiyalik karis bilan o'zbek karis bilan turmush qurganlar o'ta ko'p. Ya'ni karislar o'ziga yangi genlar qo'shmoqchi. Ya'ni ularning aytishi bo'yicha chet ellik bilan agar karis turmush qurib ulardan bola tug'ilsa, u o'ta chiroyli bo'lishi yoki yoqimtoy bo'lishi ehtimoli o'ta katta va bu haqiqatan ham shunaqa. Ko'p mikslarni ko'raman, bolalar o'ta shirin va o'ta yoqimtoy. Va shu yerda men uchun minuslar tugadi. Agar yana bir narsa eslab qolsam, yana video qilishim mumkin. Don't forget to follow guys. Bye bye. See you next time.